Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Kattaxo'jayeva Shahloxon Bahodirovna bo'laman. Va bugungi ikkinchi mavzuyimiz, ya'ni bolalarda 4K kompetensiyalarini rivojlantirish. Bunda aynan tarbiyalanuvchilarda 21-asr ko'nikmalari soft skills hamda 4K modeli haqida mashg'ulotimizni boshlaymiz. Biz aynan bolalarda 4K kompetensiyalarini rivojlantirish haqida gapirar ekanmiz. Aynan 21-asr farzandlarini tarbiyalashda tarbiyachi pedagoglarning o'zi ham aynan shu asrga mos, ya'ni bolalar bilan ishlashda bolalarni yangi texnologiyalarni yaxshi bilishlari, telefon, kompyuter, planshetlardan foydalan olinishlarini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Va bunda zamonaviy texnologiyalar bizga qo'l keladi. Biz birinchi navbatda 4K metodi nima ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 4K metodi aynan 4 K'dan iborat, ya'ni kommunikatsiya, kollaboratsiya, kritika hamda kreativlik so'zlarini, ko'nikmalarini o'z ichiga olgan metod bo'lib hisoblanadi. Ya'ni biz bunda 4K metodini o'rganishda aynan mana shu ko'nikmalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, nima uchun biz kommunikatsiyani muloqot, kreativlikni ijodkorlik, kritikani tanqidiy fikrlash hamda kollaboratsiyani hamkorlik deb atashimiz mumkin-ku. Nima uchun biz bu so'zlarni o'rganishimiz kerak degan savolingizga shunday javob beraman. Biz o'zimiz zamonaviy pedagog sifatida zamonga yondashgan holda yangi terminlarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritishimiz kerak bo'ladi. Va bunda aynan 4K metodi bizga bolalarga ta'lim-tarbiya berishda juda ham qo'l keladi. Ana endi biz sizlar bilan aynan birinchi K, ya'ni kommunikativlik haqida gaplashamiz. Kommunikativlik muloqot bo'lib, biz ta'lim jarayonida bolalar bilan, hamkasblarimiz bilan, rahbarlar bilan hamda ota-onalar bilan muloqot qilamiz. Hamda bu jarayonda muloqot, ya'ni muomala madaniyatining qay darajada ekanligini aynan pedagoglardan ko'rishimiz mumkin. Biz bolalarga kommunikativlik ko'nikmalari, kommunikativlik kompetensiyasini shakllantirishda rolli o'yinlar, kitobxonlik hamda hikoya qilish usullaridan foydalanamiz. Bu jarayonda aynan bolalarda kitobga mehr-muhabbatni oshirish. Hozirgi 21-asr farzandlarida kitoblarni yaxshi ko'rish, ularni rasmli kitoblarga qiziqtirish yoki o'qishga bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga aynan kommunikativlik kompetensiyasi qo'l keladi. Demak, kommunikativlik kompetensiyasini rivojlantiruvchi yana usullardan biri bu shu hikoya qilish, interaktiv suhbat hamda rolli o'yinlar. Biz bu jarayonda bolajonlarda tarbiyachi rasmli kitoblardan foydalanishi, hikoya davomida bolalardan savol-javob olishi, bolalarni kitob qahramonlarining qaysi jarayonda ekanligi va kitobdagi ertak yoki hikoyani tugatish masalalarini rolli o'yinlar orqali ko'rsatishni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Keyingi jarayonimiz kitobga asoslangan o'yinlar. Bu jarayonda e'tibor bering tarbiyachi pedagoglar. Demak, topishmoq, davomini o'ylab top hamda savol-javob metodi kommunikativ kompetensiyalarni rivojlanishda aynan bizga zarur jarayon hisoblanadi. Keyingi jarayonimiz kollaboratsiya. Kollaboratsiya fransuzcha so'zdan olingan bo'lib, hamkorlik, birgalikdagi faoliyat, kichik guruhda ishlash degan ma'noni bildiradi. Nima uchun men sizlarga fransuzcha so'zdan olingan deganimni, bu savollarga javob
testlarda ham bor. Shuning uchun mashg'ulotlarni e'tibor bilan tinglashingiz zarur bo'ladi. Demak, kollaboratsiyada guruh mashg'uloti, guruh dinamikasi hamda yordam berish. E'tibor bilan qarasangiz, tarbiyachi pedagoglar o'rtasidagi kollaboratsiya, tarbiyachi pedagoglarning psixologlar bilan kollaboratsiyasi hamda tarbiyachi pedagoglarning musiqa rahbarlari bilan kollaboratsiyasi ham bo'lishi mumkin. Aynan tarbiyachi pedagoglarning musiqa rahbarlari bilan kollaboratsiyasida chiroyli bayram tadbiri yoki qandaydir bir ochiq mashg'ulot tashkil topishi mumkin. Biz birgalikda o'yinchoq yasash, do'stlik zanjiri yoki o'z do'stingni tushun mavzusida bolalarga loyihalar tashlashimiz va bolalarni bu loyihalarni birgalikda qanday muammoni yechishlarini kuzatib turishimiz mumkin. Demak, kollaborativ faoliyat turlari ana shulardan iborat. Keyingi jarayon kreativlik. Kreativlik lotincha so'zdan olingan bo'lib, yaratuvchi ijodkor degan ma'noni bildiradi. Yaratuvchi ijodkor degani, demak, loyiha metodi asosida, eksperimental faoliyat asosida, ijodiy do'stlik kartasi asosida ishlashi mumkin. Biz aynan kritikaga nazar tashlaydigan bo'lsak, kritika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, hukm qilish san'atiga etiladi. Demak, kritik fikrlash, ya'ni tanqidiy fikrlash bolalarga nimaga kerak yoki uni faqat tarbiyachi pedagoglar ishlata oladimi degan savolingizga shunday javob beramiz. Kritika har doim ham kerak, faqat u me'yor darajasida bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki guruhda muhokama qilish, muammolarni hal qilish yoki ularni tanlash, tahlil qilishda kritik fikrlash, ya'ni tanqidiy fikrlash juda ham zarur. Biz tarbiyachi pedagoglar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirishimizda kritika yordam beradi yoki bolajonlarni o'zaro bir-birlari bilan hamkorligida, bir-birlari bilan ishlash jarayonida ham kritika yaxshi samara beradi, faqat me'yor darajasida bo'lishi kerak. Keyingi jarayonimiz, demak, kritik fikrlashni rivojlantirish usullari. Bunda savol berish, muammoli vaziyatlar, taqqoslash, ya'ni mana shu 3 ta usul asosiy jarayon hisoblanadi. Biz 4K ko'nikmalarini rivojlantirishda keyslarga murojaat qilamiz. Demak, keyslarimiz, e'tibor berishingiz mumkin, kommunikativlikda, kollaboratsiyada, kreativlikda hamda kritik fikrlash, ya'ni tanqidiy fikrlashda ishlatiladigan keyslar hisoblanadi. Jadvalda ko'rishingiz mumkin. Demak, kommunikatsiyaga yo'qolgan o'yinchoqni topamiz. Kollaboratsiyaga esa eng zo'r qasrni quramiz, ya'ni hamkorlikda faoliyat hamda kreativlikda orzularimiz uchun suratlar chizamiz va kritikada aynan kim haq muhokamasini olishimiz mumkin. Mana shu keyslarni bolajonlar bilan ta'lim-tarbiya jarayonida bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytganda, kompleks yondashuv, amaliy faoliyat hamda uzluksiz rivojlantirish, mana shu jarayonda bizga 21-asr ko'nikmalari yordam beradi. 21-asr ko'nikmalariga esa 4K metodi juda yaxshi samara beradi. Nima uchun? Chunki 4K ko'nikmalari bir-biri bilan bog'langan holda ko'nikmalar o'yin va amaliy mashg'ulotlar orqali shakllanishi 4K ko'nikmalarni bolaning keyingi hayotida ham muhim ahamiyatga ega ekanligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Shu jarayonda sizlarga aynan 21-asr ko'nikmalari nima ekanligi, 4K kompetensiyalarni rivojlantirishda tarbiyachi pedagoglarimiz o'z bilim ko'nikmalarini qanday shakllantirish kerakligi, ularni amaliyotda bolajonlar bilan qanday qo'llash kerakligi haqida mashg'ulotimizda gaplashib o'tdik. Savollaringiz bo'lsa marhamat, e'tiboringiz uchun rahmat.